Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampda ham endi Nobel bor. Albatta, u bu mukofotni rasmiy ravishda qo'lga kiritgani yo'q. Venesuela muxolifat yetakchisi Maria Corina Machado o'zining tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti medalini Donald Trampga topshirdi. Machado bu ramziy sovg'a Trampning Venesuela erkinligini ta'minlash yo'lidagi qat'iyatli harakatlari uchun minnatdorchilik belgisi sifatida taqdim etilganini bildirdi. Trampning bu sovg'ani e'tirof etib, o'zaro hurmatning ajoyib ko'rinishi ekanligi haqida yozib, Machadoga tashakkur bildirdi. Maria Machadoning bu harakatini misli ko'rilmagan deb bo'lmaydi. Aslida qoidaga ko'ra medalni kimgadir berish, sovg'a qilish mumkin, lekin mukofotning egasini o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni Trampda endi Nobel medali bo'lsa ham, Machado laureat bo'lib qolaveradi. Oldinlari ham Nobel mukofotining bir qancha sovrindorlari, garchi vaziyat va sabablar turlicha bo'lsa-da, o'z medallarini kimlargadir bergan yoki sotib yuborgan. Xo'sh, qadrli obunachilar, siz shunday qilgan Nobelchilardan kimlarni bilasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.